Yangi Hayot tumanida o'zini eko hududiga, ya'ni daraxtlik zonasiga ega bo'lgan Sputnik 8 da bizlar hurmatli obunachilar 3-etajdan 2 xonali 70 kvadratga yaqin uyimizga chiqdi. Narxi bizning kanalda $59.900. Hozir uyimizdan sizlarga obzor qilib beraman. Uyimiz metroga yaqin joylashgan. Bismillah, obzorni boshladik. Kiraverish, keng katta prixoshka. Kirganda o'ng qo'lda sanuzeli ko'rishingiz mumkin. Sanuzel razdelniy holatda. Bu tomonda vannamizni, bu tomonda esa hojatxona qismini ko'rishingiz mumkin. Remontlar chiroyli holatda. To'rda ayollar sevimli xonasi, kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Kuxnyamizni ham kattaligini ko'rib turibsizlar. Uyimizda двухконтурный котел qo'yilgan, isitma suvdan muammo bo'lmaydi. Registrlari bor. Kuxnyadan tashqariga qaragan derazani ko'rishingiz mumkin. Kuxnya meblari qilib qo'yilgan. Uzun prixoshka bo'ylab yurganda chap qo'lda zalni ko'rishingiz mumkin. Zalimiz ham katta holatda, remontlari ajoyib. Zalimizdan tashqariga qaragan derazalari bor. Balkonni ko'rib turibsizlar kattaligini. Uyimizda 9 etajli dom, 3-etajda joylashgan g'ishtli dom. Bu yoqda yotoqxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Ikkita derazasi tashqariga qaragan, konditsionerlar uyda qoladi. Remontlari ajoyib holatda. Hurmatli obunachilar, menimcha bunaqa kvadratura, bunaqa pastki etajda bunaqa narxda uy topish qiyin. Uyimizda ipoteka ham bo'ladi. Bu yerda kiraverish asosiy eshigimiz, uyimizda 70 kvadrat.